Obunachimizdan kelgan savol. 129 gram olayimni to'liq neytrallash uchun 120 gram natriy gidroksid sarflandi. Olayim tarkibini aniqlang. Xo'p, keyingisi dastlabki olayim 100% kislotaga aylantirish uchun necha mol suv kerak? Dastlabki olayimni to'liq neytrallash uchun necha gram 17,1% bariy gidroksid eritmasi sarflanadi? Xo'p, qaranglar. Olayim bor ekan 129 gram, uni neytrallayotgan natriy gidroksid bilan. Xo'p, natriy gidroksid avvalo miqdorini topib olsam, 120 ni bo'laman 40 ga 3 mol natriy gidroksid sarflanar ekan. Xo'p, qaranglar. Olayim tarkibidagi sulfat kislota ham SO3 ham natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib ketadi. Xo'p, ikkalasida ham 2 moliga 1 moliga 2 molda reaksiyaga kirishadi. Natriy sulfat hosil bo'ladi va hokazo davomini yozmay qo'yardim. Xo'p. Yozmay qo'yardim bularni. Xo'p, qaranglar. 1 molidan 2 moldan hosil bo'lib tursa, ya'ni bizda 3 molmi 3 molmi natriy gidroksidi. Xo'p, qaranglar. Demak, sarflanayotgan sarflanayotgan olayimim bo'lsa 3 taqsim 2 bo'lib qoladi, ya'ni 1,5 mol. 1,5 mol olayim sarflanyapti. Qaranglar, sulfat kislotani X SO3 ni Y deb olsam, ya'ni darsda o'tganimizdaqa olayimni formulasini X mol sulfat kislotaga Y mol SO3 deb olsak bo'ladi dedik. Xo'p, shu holatda ishlayman. Qaranglar, X plus Y 1,5 ekan. Ya'ni agar 2 mol natriy gidroksid olganda 1 mol bu. Qaranglar, jami 4 mol olsam, 2 mol bunga, 2 mol bunga ketardi. 1,5 bunga, ya'ni 3 molmi jami? 1,5 0,75 ga 0,75 jami 1,5 bo'lib qolaverardi bu yerda. Shuning uchun bu yerda 1,5 bo'ldi. Xo'p, qaranglar, agar nimaga 1,5 chiqqanini yana ham qisqacharoq tushuntirsam. Agar men natriy gidroksidni 4 mol deb olsam, 2 mol bu uchun, 2 mol bu uchun sarflangan bo'lardi. Ya'ni olayimim X plus Y 1 bo'ladi, lekin bizda 3 mol bo'lgani uchun 1,5 deb oldik. Xo'p, qaranglar endi. 98 X plus 80 Y bo'lsa 129 ekan. Shuni ishlaydigan bo'lsam, xo'p, qaranglar. Buni 80 ko'paytirib yuboraylik. Xo'p, 98 X plus 80 Y 129, 80 X plus 80 Y bo'lsa 120. Xo'p, ayirib yuborsam bular yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, bu 18 X teng 9 ga X teng, xo'p, X topsam 0,5 chiqadi. Xo'p, qaranglar. Bizda X plus Y 1,5 edi, demak Y 1 ekan. Xo'p, ya'ni bundan xulosa qilib aytish mumkin. 0,5 mol sulfat kislotaga 1 mol SO3 to'g'ri keladi. Xo'p, birinchi shart bo'yicha olayimni formulasini aniqlab oldim. Xo'p, ya'ni bu chiqdi. Xo'p, endi ikkinchisi. Xo'p, dastlabki olayimni 100% sulfat kislotaga aylantirish uchun qancha suv kerak deyapti. Ya'ni SO3 suv bilan reaksiyaga kirishib ketib, sulfat kislota hosil qilish kerak. Bizda 80 gram SO3 bormi? Ya'ni 49 gramiga 80 gram qo'shilyapti. Qaranglar. 80 gramim to'liq reaksiyaga kirishib ketish kerak ekan. Xo'p, ya'ni 1 molga 1 mol reaksiyaga kirishgani uchun 80 ga 18 gram suv kerak bo'ladi. Ya'ni 18 gram suv kerak bo'ladi. Molda deyapti-ku, mol bo'lgani uchun 1 mol suv kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi ham chiqdi. Xo'p, uchinchisi. Agar olayimni to'liq neytrallash uchun 17,1% bariy gidroksid sarflansa deyapti. Xo'p, hosil bo'lgan olayimimni bariy gidroksid eritmasi orqali neytrallayapti. Xo'p, sulfat kislotaga qo'shaman bariy gidroksidni. Nima hosil bo'ladi? Bariy sulfat bilan 2 mol suv hosil bo'ladi. Xo'p. SO3 ga bariy gidroksid qo'shadigan bo'lsam agar, SO3 ga bariy gidroksid qo'shadigan bo'lsam, bunda ham bariy sulfat bilan faqat bunda 1 mol suv chiqadi. Xo'p. 1 mol suv chiqadi. Reaksiyam o'zi teng bo'ladi shu holatda. Xo'p. Qaranglar. Bizda 0,5 mol sulfat kislota bor. 0,5 ga 0,5, 1 ga 1. Xo'p, ya'ni 1,5 mol bariy gidroksid kerak bo'ladi.
1,5 mol bariy gidroksidni massasini topadigan bo'lsam, bariy gidroksidini massasi 171. 171 ni 1,5 ga ko'paytirsam 256,5 gram bariy gidroksid kerak ekan. Xo'p. Endi bu qaranglar 17,1% ekan. Menga 100% holati kerak. 100% holatni topadigan bo'lsam, ya'ni